1, 2, 3, 4, mana 5, bu 6. Mana shu narsalarni hammasini namanganlik muxlisimiz olib ketyaptilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani yaxshi keldingizmi? Ismingiz nima edi? Afruzbek. Afruzbek ukamiz Namangandan kelibdilar. Rahmat ukam. Qayerdan keldingiz? Kosonsoy. Kosonsoydan kelibdilar. Bizdan nima o'tdilar? Shuni qaytarib o'tib ketaman, qaranglar. Bundaqa F60 sarikonoshka. Buning narxi 250 ming so'm. Undan tashqari bundaqa Arsenal forma, bu narxi 90 ming so'm. Bundaqa 4 xil nachka olib ketyaptilar. Bular narxi 10 ming so'm. Общий bilan narsalari o'shanda 380 ming so'm bo'ldi. Sizga yoqdimi bu narsalar, ukam? Bizani qayerdan kuzatib borardingiz? Instagram, ya'ni YouTube yo Telegramdan kuzatarmidingiz yo kuzatmasdingiz? Kuzatasiz. Xo'p, qolganlarga ham endi xudo xolasa Namanganni Kosonsoydan kelishni tavsiya qilasizmi yoki yo'qmi? Tavsiya qilaman. Rahmat ukam. Xo'p, ukamni taniydiganlar bitta like qo'shib esdan chiqarmanglar. Kimga shunaqa komplektlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol qayerga ko'rsin? Elite Sportgami? Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar, charchamaylar. Kelaveringlar sizlar ham.